ko'targim kelmaydi. Ko'targim kelmaydi. Bo'ldi deydi. Bu o'zim yig'ib olgan bir aqli hushi joyida deb o'ylabman. Bunaqa qo'shmachikda menga o'ynash topadi, biladi. Menga qo'taq kerak bo'lsa, men o'zim bilaman kimga nima qilishni. Mana shu yarmini aytib, hammasini to'liq aytasan-da sen. Ro'sta. Yo shuncha qo'ysana deydi-ku. Ishni gapirmaysiz, men yerga chiqib yordam qiling yumush. Kudvacha, sen kimsan menga yordam qil deysan, biladi, paparozar. Suka. Ruchkasini oldim, qaytib вообще yozolmaydim, kirolmaydim. Ne просто bir onaqa yozganiga burugini eshitamizmi deb ko'tardim. Akam o'tlab ketib qoldi, mayli o'zi biladi. Ya to'g'risi, meni gaplashayotgan odamim bor-da. Gaplashayotgan odamim bor. Endi buni men ommaga aytishim kerak emas-ku, bor deb. To'g'ri. Total miyani ishlatib yozish kerak. Men hazil qilyapman, bu noto'g'ri tushunyapti. Biz ikkovimiz hazilimiz noto'g'ri tushunyapti, yibanashka. Men eferingga yozgan bo'lsam ham senga biroz lishni gapirib yozganim yo'qman. Ta'zirlashib boshqa qilib shunaqa yozgan joyim bo'lishi mumkin, lekin hech qanaqa lishni gapirganim yo'q. Ikkovimiz qattiq hazil qilamiz, qachon to'y u bu deb. Lekin hech qachon menga davay nomeringni ber, davay ko'rishaylik, gaplashaylik degan joyiz yo'q-da. Buni men odam deb ko'tarsak tepaga gapini qarang. Ikkovimiz sal qo'sa qo'shib tashyapti. Men misol uchun momo bilan ham hazillashaman. Momodan so'rasam ham bo'lardi. Sen nomering, men biromadan nomering so'ragan odam emasman. Hazillashib yo'q. Endi sizga gap. Men sizga gapirmoqchi edim, demak odamingiz bor. Men Zaynabman. Men yigitimmi, menga gapirdi. Men gaplashayotgan odamim bor. Menga gap otib, qo'lingizni og'ritib yozib o'tirmanglar, ovora bo'lmanglar. Bari foydasi yo'q. Tamom aşkım. Voy biladi deydi. Tamom aşkım deydi. Mana shu Jo'rayam o'zimizdan Jizzaxdan-da qarindoshimiz, ammam o'g'li bo'ladilar-da. Hozir Turkiyada ishlayapti. Buni ham berga keldim, O'zbekistonga keldim, nomerini topolmadim, uydagilariga qildim. Topolmadim, yerdan berdan surishtirdim, topolmadim. Mana hozir buni o'z aylanib chiqib qoldi. Masalan, men uncha odam bilan seryozni bunday bir hazil huzul qilib yoki bo'lmasa bunaqa qilmayman. Sal chekkaladimi, chiziqdan chiqdimi, o'zim bilaman. Bunday burab qo'yishdi. Endi mana xo'jayin bilan, Doni bilan ammamning o'g'li qarindosh. U bilan hazil qilganimga neto tushunadi odamlar. Yana bitta ikkitalar bor, ular bilan hazil qilsam neto tushunadi. Mana siz bilan qilaman neto tushunadi-da. Miyasi bilan urishib qo'ygan, kallani ishlatmang bu haromlar. Yo, lekin men ham kechadan beri noto'g'ri tushunib yotibman. Kecha aytgan unga lichkaga o'ting deb, keyin seryozni gaplashaman, ham bir narsalar deding. Men hali gaplashamas, erta gaplashamiz, mana shu. Erta gaplashamiz. Bugun kech bo'ldi. Erta ko'rasan, mayli, bugun kech bo'ldi, erta ko'r. Erta sendan oldin borib shu yerda turib o'zim chaylarni qaynatmasam, ichiga bir narsalar qo'shib Kutbumay odam bo'ladi. Ya men hayron qolgan joyim, Setar hayron qolgan joyim. 3 kundan beri eferingga kirib yozyapman. Nega shunday ko'tarmaysan? Ko'tar deb yozyapman. Sensirama deysan, o'tib ketasan. Sensirama deysan, o'tib ketasan. Nega unday qilasiz? Siz anovi nima deydi? Mana rasm boshqa edi-ku. Rasm boshqa edi, xo'p. O'sha qo'yib qo'ying-da joyiga. Mana qo'ying. Sen faqat rasmga qarasan. Nikbeki o'qimaysanmi sen? Bir bola palancha pistoncha deb yozilgan o'qima. Uzun nik bo'ladi-ku, o'qimayman. Keyin Gruziyaga olishda ham
tekshiraman, druziyasini tekshiraman, o'zini xarakterini tekshiraman. Undan bunga bo'lib ketayotganman. Men druzangda borman-ku xudodan tavba. Borsiz. Men druziyaga e'tibor berganim yo'q. Ancha kundan beri kirib qaraganim yo'q. Chunki mendan chiqib ketayotgan odam yo'q-da. Bir xilla tekshiradi-ku, kim opti podpiskasini qaytarib, kim chiqib ketibdi deydi-ku. Menda o'zi 7 tagina odam bor. Bu ham bittasi mana jo'ra qarindoshim Bek. Siz bor, qolgani qizlar Arabinka, Nilufar, Nigor Shahiy shu. Hozirda boshqa bir ta'sirli odamim yo'q. Men chertib druziyaga olaman. Men sizni kechadan o'sha kecha yozyapsiz. Nimaga bunaqa yozadi deyman. Nimaga deyman? Kechadan beri yozyapman. Men kechadan beri ichib yotibman. Yana sen bugun go'shtga ko'tarmagan edim, erta alkashib qoladim. Bo'larmidi? Ya rosta. Anovi Druziyaga qaraganim yo'q-da. Druziyaga qaraganimda rasmingiz o'zgarganini bilardim. Ham o'zgartirib beraverdim. Lekin qaraganim. To'g'risi bo'ynimga olaman. Men aytdim momoga. Tekshirmayman-da Druziya. Momo shunday go'stisini yopib, efir ochib o'tirgandan keyin shunday bordim yozdim. Go'sti momoni ko'tarib. Ha, men aytdim momoni jinsiy hayotingga yig'ishtirib nima bo'ldi deydi. Men aytdim kechadan beri yozaman, ko'tarmayapti. Buni yig'ishtirib olsa, erta gaplashamiz deydi. Yaramas. Ana o dedi. Nima? Kecha aytdi, boya ham anaqada ayamda bitta dugonasi bor, shuni uyiga ketayotgan edim. Telefon qilib